İkinci bab. Men közütüş munarda turup, közelçilik qiliman. Sepildi turup, qaravullu qiliman. Parvardigorning manga nima deb javob berishini kutib, qarab turaman. Shundila uningga qilgan shikoyatlarim to'g'risida qandoq javob berishni bilalayman. Parvardigorning ikkinchi qitimliq javobi. Parvardigor manga javob berib, mundaq dedi. Sana ayon qilgan so'zlarimni yezib ol. Uni tosh taxtiga aniq qilib putkin. Xabarchi yugurib ketib etib, uni oson o'qib, jakarlayalaydigan bo'lsin. Chunki bu vahiy belgilangan vaqtda amalga oshadi. Uning amalga eshish vaqti tezlik keladi-ki, hargiz yolg'on bo'lib chiqmaydi. Gerçi asta kelivatqandek bilinsimu, sabr qilib kutkin. U jazman amalga oshadi-ki, hargiz kechiktirilmaydi. So'zlarim shuki, o'zini cho'ng tutgan odamning qalbi razillashib ketgan bo'ladi. Lekin haqqoniylar Xudoga bo'lgan sadoqatmanligi bilan yashaydi. Haroq Babilga xoinlik qiladi. U haqqavurlikdan hech qachon jim turolmaydi. U xuddi jasadga to'ymas go'rga yoki o'liklar makoniga o'xshash och ko'zdir. U ellarning hammasini yig'ib, barliq xalqlarni asirga oladi. Lekin bu ellar Babilliklarni masxara ve tani gepler bilen mazak qilib, mundaq deydi. Halınlağı vay, ey mal dünya oğurlap dövülgenler, aldamçılık bilen beyiğallah. Bu qılmışınla qaçanğıcı davamlışar. Qarızdarlar tosatdıllı qozğalmaz mı? Ulanın qozğılışı silerini şürkendürmez mi? Uçaqdı siler ulanın olcusu bolusılar. Çünkü siler nurgun ellerini talan taraç qıldınla. Şuna ulanın hayat qalğanları emdi silernamu talan taraç qılıdı. Çünkü siler kişilerinin qeynini töküp, ulanın zemin ve şehirlerini puquraları bilen qoşup halak qıldınlar. Halınlağı vay, ey nahaq yol bilen pul tepip, üyini mal dünyaga toldurğanlar, ziyan zahmettin saqlanış üçün uvusini egiz yegi qurğanlar. Öz suiqastlaringla, öz namınlağı dağ düşürdü. Sizler nurgun xalqlarni yo'qotganliqinglar üçün özünglarga halokat ilib kelesiler. Uyunglarning temidik taşlar sizlerge qarşı to'lashar. To'rustiki yog'ochlimlarmu sizlerge eks sada qayturar. Halınlağı vay, ey qon töküş bediligi şehir qurğanlar. Rezillik bilen şehir berpa qilganlar. Qudretlik serdar Parvardigor insonlarning boyliqining o'tqa o'tun bo'ladiganligini ellerinin behudi mehnat qilib, holidan ketadiganligini iroda qilgan emasmi? Xuddi sular dengizni to'ltirgandek, bütün yer yüzi Parvardigorning ulug'ligini bilish bilan to'ldirildi. Halınlağı vay, ey qo'shni ellarga haroq ishkuzganlar. Sizler ulanın yalıngaç haletini görüş üçün ulağa tulumlap harak işküzsizler. Sizler şan şerepke erişmezden belki şermendelikte kalısılar. İçiş, senlerinin xətnisizlikinglar aşkarılansın.
Parvardigorning o'ng qo'lidagi azobga to'lgan qadakdagi sharobni ichish navbati senlarga keldi. Şan sharafinglar sharmandalikka aylanadi. Sizlar Livan ormanlıqlarını kesip tashlagan bo'lsanglar, endi o'zinglarmi shundoq kesip tashlansizlar. Hayvonlarni qiynagan bo'lsanglar, endi sizlarmi vahimga tushsizlar. Chunki sizlar kishilarning qinini to'kib, zemin va shaharlarini puqrolari bilan qo'shib halok qildinglar. Butning qo'lidan nima ish kelsin? Uni odam o'yib chiqqan-ku. Yolg'onchilikqa ishondiradigan quyma butlarning nima foydasi bor? O'zi yasavagan, gap qilolmaydigan butqi cho'qinish nima degan ahmoqlik, ha? Yog'ochqa o'yg'on, jonsiz toshqa tur degichilarning holiga voy. Bu butlar sizlarga yo'l ko'rsatamdi. Qarab beqinglarchu. Gerçi uning sirti oltin kumush bo'lsa-mu, u bir jonsiz narsa-ku. Parvardigor bo'lsa, o'zining muqaddas ibodatxonasidadir. Butkul jahon uning oldida shuk bo'lsin.